Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel. Dilmurod aka oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Dilmurod aka yaxshimisiz? Tushunsiz aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Nimalaringiz bor aka bugun? Bu mana navbatda spanyatorimiz bor. Xo'p, buni narxini necha bilyapsiz? Matrasi. Xo'p. Panellari bu mana. O. Aka ideal holatda turibdi-kan, bularningiz-a? Ideal holatda. O'tras har doimgidek polka, ya. Ikki tomoni vishelka ekan. Bu kravatingiz aka, matrasini o'zingiz yangi tashab berganmisiz aka? Matras yangi. O. Kommentariya yozib ketasizlar. Mana xudo xolasa materiali ham yangi ekan. Chexollari ham polni. Akril. Po'z akril, hamma yo'g'i akril. Toza materialda qilingan. Bu aka stenkamiz nechi pul ekan? Bu stenkamiz antiq ekanmi? Bu spanyatorimiz 3,5 million so'm beramiz. Aha. Spanyatorimiz. Spanyator 3,5 million so'm. Stenkamiz nechi pul ekan aka? Stenkamiz mana 1,5 million so'mga beramiz stenkamiz. 1,5 million so'm bo'laveradi. O'zi ideal, o'zi ko'rinib turibdi, ideal holatda turibdi ekan. Endi bitta ikkita joylari sal hali qirilgan bo'lishi mumkin, lekin ideal holatda turibdi ekan. G'aladonlari ham bor ekan tayda mana. Tayi baram ekan buni. Mana bonusiga baram qo'shib berilyapti ekan hozir. O, ideal holatda ekan. O'zi buni yasattiraman desam, aka qimmatroq yasab bersa kerak o'zi, aka. 1,5 millionga beramiz. Ishlagan, toza narsa. Mana bu navbatda mana 3 tachasli 3 ga bo'linadi. Ha, bu 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Navbatda mana unimiz bor, mana 800 ming so'm beramiz. 800 ming so'm. 800 ming so'm beramiz. Narx qiziq bo'lsa kommentariya yozib o'tib ketasizlar. 800 ming so'm ekan. 800 ming so'mga arziydimi? Ko'rasizlar mana barlari ham bor ekan. Mana taylarni qaranglar. Barlarni qarang. Yema. 800 ming so'm. Stenkamiz bor. Bu aka qatniki bu aka? Bu Belarusiyami aka? Belarusiyamiki bu. Stenkamiz toza, hamma ideal tayyorlangan narsa, rossiyskiy narsa. Bu aka necha metr hozir aka? 3 ga boradimi aka? Bu 4 metr bo'ladi. 4 metr? 4 metr. Borib bo'ladi, 4 metr. Ha. 280 ekanda, 380 ekanda. Sana shunaqa. Hamma yo'q ideal bo'lib turibdi. Baladonlar, qarang buni. Aka buni 2,5 bo'lish million nechi so'm pul? qilib beramiz. 2,5 million so'm. Ya narsalaringiz bormi, bo'ldimi aka? Bu Ispaniyamiz bor. Albatta yangi. Yangi. Buni ham matrasini o'zingiz yangi tashladingiz aka. Buni nechi pul 1,5 qilasiz? million so'm qilib beramiz. 1,5 million so'm qilib berasiz. Aka, dastlabki xizmatlarimiz qanday bo'ladi? Farg'ona bepul. Boshqa viloyatlarga kelishgan holatda. Ugaloyimiz bor navbatda. Ugaloyimiz 800 ming so'm qilib beramiz. Ugaloyim 800 ming so'm qilib beramiz. Taylari so'mmi? Oho. Taylari so'mmi? Pufeylari, mana pufey bor ekan. Albatta mana uni Ispanligimiz bor. Shuni 2 million so'm qilib beramiz. Donasi nima aka? Yo'q, jupini 2 Ha, jupi 2 millionmi? 2 million so'm qilib beramiz. 2 millionga arziydimi? Bunisi yangi ekan malak ekan. Ishlamagan. Ishlamagan ekan malak ekan. 2 millionga arziydimi? Kommentariya yozib o'tib ketasizlar. Aka pastda nomerlarni qoldiramiz. Kelishilgan holatda qilib berilaverar ekan hamma yo'qlari. Nima kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Pastdagi raqamga aloqada chiqaverasizlar. Nima kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Eski mebellari bo'lsa sotib olaveramiz. Ha, eski mebel ham olaverasiz. Olaveramiz. Eski mebellardan bo'lsa olaveramiz, olib borib dastavkasi ichida tashlab uni olib kelaveramiz. Aha. Kelishilgan holatda hamma yo'q aka. Hamma yo'q kelishilgan holat. Akaxon rahmat, sog' bo'lsinlar. Yaxshilab o'yla aka.